Men har bir kunimni shukronalik bilan boshlayman. Uyim men uchun cheksiz mehr va kuch manbai. Chunki mening muvaffaqiyatlarim avvalo o'z uyimdan boshlanadi. Ilmli ayollar soni ko'paysa, jamiyat rivojlanadi. Men Toshkent menejment va iqtisodiyot institutida tahsil olaman. Zamonaviy bilimlar, tajribali ustozlar va katta imkoniyatlar maskanida. Bu yerda har bir talaba mustaqil fikrlashga, izlanishga va o'z maqsadlari sari ishonch bilan qadam tashlashga o'rgatiladi. Men izlanuvchan va bilimga chanqoq talabaman, chunki yaxshi bilaman. Timida olayotgan bilimlarim nafaqat kasbiy salohiyatimni, balki shaxsiy kuchimni ham mustahkamlaydi. Sport hayotimning bir bo'lagi. Sportdagi har bir mashq, har bir qadam meni g'alabaga yaqinlashtiradi. To'g'ri, gohida charchayman, lekin hech qachon to'xtamayman. Chunki men bilaman, muvaffaqiyatdan oldin doim mehnat bo'ladi. Chempionlar tug'ilmaydi, ular yaratiladi. Men uyda baxtli, o'qishda intizomli, sportda esa kuchliman. Sen ham shunday bo'lishing mumkin. Bugundan boshla.